Qadrli obunachilar, xudo xolasa sizlar so'radilaring biz o'sha joydan video syomkamizni boshladik. Albatta Usmonjonda shaxsan hop o'zlarini mol fermalaridan sozgina bo'lgan, xudo xolasa buqalar syomkasini boshlaganmiz. Albatta betadan like tugmachasini bosib turasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'roy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka-uka, do'st birodarlar, hoji ota, hojirolar. Xudo xolasa sizlarni So'roy bozori YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Like'larni bosyapsizlar, paytashkani qilyapsizlar, xudo xolasa kommentariyaga ukam gazini bosib yozib qoldiryapsizlar, xudo xolasa. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa bugungi kunimiz 28-avgust. Hop, haftaning juma kuni, ya'ni Saidul ayyom barchangizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa biz video syomkamizni o'sha arzonchi, o'sha optimchi kulib turadigan inson Usmonjon akamizni mini mafiyasidan boshlaganmiz. Xudo xolasa bularning ma'lumotlarini, qachon keldi, yedi ishtilari, bo'ylari, xudo xolasa barcha ma'lumotlarini Usmonjon akamizni shaxsan o'zlaridan bilib olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan. Yaxshimisiz? Charchaman. Assalomu alaykum. Saroy bozorining qadr baland, qadrli aziz obunachilari. Yaxshimisizlar akalar, ukalar? Like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa 7 bosh, 7 dan biri xizr dozi. Albatta. O'ta arzon, xudo xolasa chiroyli qilib video olishga harakat qilamiz, jigarim. Hop. Eslatib qo'shinglar. Farqi yo'q. Bitta narsa o'rtadan boshlasak ham narxi arzon bo'lsa bo'ldi. Bu aylangan narxida. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, xudo xolasa birinchisiga Güzeladi, xudo xolasa. mana. O'ta Voy ideal. mashallah. Molni ko'ring. Uzunlik holati, korpus holati o'ta ideal. Bu molni asli maqtashat emas. O'zini o'zi chiroyli maqtab qo'yadi. Molni qarang, strikasiga bitta ahamiyat berib qo'ying. Jonivor. O'ta go'zal. Mana ost qismga bunday qarasangiz, buzovligi ochiqni aytganda shunisidan ma'lum. Shunday. Bular Obunachilar xudo xolasa. yana dalishib ketadi, xudo xolasa. Xo'p, Omonga 200 qo'yib ikkita chupini, ha? bo'laveradi, ikkita qo'yaylik bo'lmasa. Birinchisiga. Xo'p, bu birinchisiga qadrli obunachilar. Chempion xudo xolasa, idealidan. Uzunlik, korpus hamma yo'q konkretlar variantda. Bu birinchisiga. Xo'p, demak bu birinchi navbatdagisi. Ikkinchisiga Ikkinchisiga mana bunday buqani mana ulgurjisidan. Jonivor. Uzunligi ideal. Lekin mana bunday qaraganda mana bu tarafidan kelganda orqa o'ta ellilashib ketgan ekan obunachilar. Polvon buqa. Yonboshdan ko'rinish holatini ham, orqasini ham siz ko'rsangiz haqiqatdan maza qiladigan buqa. Ikkalasi Omonbek. Xo'p. Ikkalasini bo'yini o'lchagan bo'lsangiz kerak. Biri 17, biri 15 kilo chiqsa kerak. Bo'laveradi. Endi misol uzoqda yurgan obunachilarga jumboq bo'lib qolmasin deyman-da. Biri 16, biri 17 ga olib o'rgangan sha. Ha, biri 16. Ha, biri 16, biri 17. Ha. Buni o'zi. Ash ikkalasi. Keng pulini ayting bo'lmasa. Gibridga bu rossiyskiy ishg'ollar. Ikkalasi. Xo'p. Narxi do'g'az yengil bo'lib qo'ygansan. Qanday bo'lsa bo'lsin, obunachilarga 21 dan bo'lsin. kelib turib 20 ga tushib, olsa 19 ham deganda, azimol bozorda 21-22 aytamiz. Unaqa saqlamaylar. Chiroq mazaq video qilaylik. Ikkalasini bir joyga olsin, 19 dan Toshkentgacha vodiy bo'lib oldim deysiz, 18 million 700 dan chiroq kamina qilib beraman. Barakasini bersin. Niyo otangizga rahmat. Xo'p. 18 million 700 ming so'mdan kami xayri bor. Qadrli obunachilar, 18 million 700 ming so'mdan vodiylik akalar ukalar telefon qilasizlar, xudo xolasa, mana shu buqa ikkalasi sizlarniki bo'lishi mumkin. Toshkentlik akalar, xudo xolasa, sizlar telefon qilsalaring 19 million so'mga dastavkasiga pul qo'shib beriladi, xolos obunachilar. Dastavkasi ham qilib beraman, Omonbek obunachilar uchun bir maza qilsin. Bo'laveradi. Shungacha ketdi 19 million so'mdan dastavkasi bo'yinim bor. Vodiy bo'ylab 18 million 700 ming so'mdan kamini ham qilib beraman. O'tadigan joyda ham bor. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, undan keyingisiga xudo xolasa, hali aytadi, zo'rdan zo'r chiqaveradi deydi. Mana buni ham unda yonboshdan ko'rinish holatini ko'ringlar. Nima yeb ichib turibdi bu? Bu siloski somon, quruq somon deyapti janallar. Quruq somon silos yeb turgan holatiga yem ko'rmagan obunachilar. Uyingizga olib borasiz, xudo xolasa, hop, oxiringizga qarab yemni beraverasiz, xudo xolasa. Buqani o'zgarishini uyingizga olib borgandan keyin ko'rasiz inshaalloh, xudo xolasa. Hop, bu birinchisiga ikkita ekstonni qo'yib beramiz, go'zal qilib. Qildi. ikkita xudo xolasa egizak desa ham bo'laveradi. Egizak qilib boqaman deysiz, Xo'p, bo'laveradi. Bu Bu birinchisiga mol uzunlik holati, liderdan hol chempiondan. Bu bir, mana bu ikkinchisiga. Xo'p, demak ikkinchisiga ham xudo xolasa xuddi o'sha tonda. Shunday. Bir xilda. Bo'yi ham o'sha. Bo'yi ham o'sha. Xudo xolasa inshaalloh narxi ham xudo xolasa bir xil bo'ladi, qadrli obunachilar. Mana Molni ustki holatiga ahamiyat bering. Yelkan baquvvatligi ham o'ta go'zal narsa xudo xolasa. Keng qo'lni bering, buni oldi qosh tegib tiqmaylik. Qani
Ikkitasini bitta joyga oldim degan obunachiga. Bo'ldi, ikkalasi bir joyga olsin, bo'ladi ham bo'yi 1.15 dan. Oldim degan martaga bu ikkalasini bo'yiga 18300 dan qo'ymoqchiman. Obunachilar 18200 dan telefon qilsin, chiroq kamera beraman. Barakasini bersin. Xo'p, demak, qadrli obunachilar, 18 million 200 ming so'mdan xudo xolasa telefon qilasizlar. Mana shu ikkita buqa yana sizlardagi bo'lishi mumkin. Kichkinadan qolaman, mas xudo xolasa. 1.15 dan. Endi misol oddiy mana yana qaytarib aytaman. Xolis, misol biz ham xolis inson, lekin obunachilar ishi bitsa biz xursand bo'lamiz-da. Bozorda 15-16 ga qanaqa mol beryapti-da? Oborasing 1-2,5 kilodan kepak kunjarasini beraverasiz. Xotirjam, yemini ko'taraveradi. Oborib yemini beraverasiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib. Bo'laveradi. 18 million 200 dan tanlab olsin, ketaveradi. Bo'laveradi. Xo'p, demak undan keyingisiga tim qorasidan. Qora panterasi. Chorniy panterasidan qadrli obunachilar, katta bolalarning mashinasi edi-ku. O'sha katta bolalarning buqasi mana shu. Xo'p, demak tim qorasidan buqamizni uzunligiga ahamiyat berasizlar obunachilar. Buqa ham haqiqatdan bunisi ham o'ta go'zal, o'ta ideal holatda. Buni ham suyagi buzuq mana. Suyagi buzuq. Bular endi yem ko'rmaganda mana shu holatda semirsin, o'ta chiroyli buqa bo'ladi. Uzunlik, gazni ko'ryapsiz. O'ta gazni chiroyli buqa. Xo'p, demak bu birinchisi. Hop, ikkinchisiga obunachilar shvetimizdan. Shvet ishqibozlar. Bunisini ham xudo xolasa suyagi buzuq. Tepa qismiga ahamiyat bersangiz, mana tepasida palasalari ham bor. Yelkasida palasasi bor. Oq quloq, oq tumshiq kamiga buqamiz. Moldek Omonbek ikkinchisiga. Hop, ikkinchisiga. Uchinchisi. Xudo xolasa uchinchisiga hali oq tuyoq deydi-ku, mana. Qaranglar obunachilar, to'rtta tuyog'ida oyog'ida oqi bor. Dumida ham oqi bor, kalasida ham oqi bor. Shunday. Buqamizni o'shasidan ajratib olsalar bo'laveradi. Lekin bunisini ham buqani uzunligi haqiqatdan yaxshi holatda ekan. Xo'p, demak, bular tish buzganmi, bormi, buzganmi? Yo'q, bular hali yo'q. Rasa bo'lsa 10 oy yo 12 oylik, yoshiga to'lganda 1 yosh atrofida. Keng qo'lni bering. Buni bo'yini ayting. Bo'ylari shu ikkitasiniki 1.17 dan 1.15. Bu ham 1.15 dan. Deyarli mollar narxi bo'yi bir xilda. Uchalasini olsin. Oldim degan martaga 17 million 5 dan qo'ymoqchidim. Bu 17 million 405 dan nima deysiz? 17 million 300 dan qilishadi, kamini qilib berasiz. Bu 17 million 300 dan sizga, obunachilar 17 million 200 million. Barakasini bersin, ya otangizga rahmat. 17 million 200 ming so'mdan telefon qilgan hayri kami bor. Voy mashalloh. Qadrli obunachilar, xudo xolasa, hop 7 ta buqamizda narxi kimgadir tushunarli bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa 7 tasini ham bir qator narxini aytamiz. Albatta shoshilmay turinglar. Bo'ldi, qarang. Ikkitasi 18.800, 18.200, 17.200 bir joyga olsin. Oldim degan marta hisoblamadim. Tavakkal-da, bu bizga kelib ketadi narsa-ku. Albatta. 18 million Toshkentgacha. Mo'g'lar ham ketadi obunachilar. Agar 7 tasini bir joyga 17 million 800 dan chiroq o'tib beraman. Barakasini bersin. Ya otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 7 tasi bitta joyga narx chiqdi. 17 million 800 ming so'mdan xudo xolasa telefon qilasizlar, mana shu 7 ta bir-biridan go'zal holatdagi bo'lgan buqalarimiz inshaalloh uylaringga 2 soatda xudo xolasa Toshkentga, Kechiq Salqinga inshaalloh kirib boradi. Xo'p, demak, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida, ya'ni Usmonjon akamizning mini mofiyasidamiz. Xudo xolasa podeshkani qilib, like'larni bosib turasizlar. Xudo xolasa biz mana shunday buqalarni chiqarishda davom etamiz. Sizlardan bittadan like. Xudo xolasa bizda mana shunday buqalarda obzori bo'ldi, qadrli obunachilar.